Bu retseptdan keyin pizzalaringiz har doim yumshoq chiqadi. Masalli pizzani siri nonining yumshoqligida. Xamir retsepti video tagida yozib qoldirilgan. Dastlab xamirimizni bilinchik massasi holatiga keltirib olib, bir sira achitib olamiz. Yarim soatda mana shu ko'rinishga kelgan massamizga yana un solib, xamir holatiga keltiramiz. Xamirni juda ham yumshoq qilib, yog' yordamida qo'lga yopishmaydigan holatga keltiramiz va yana 1 soatga achitishga qo'yib qo'yamiz. Oilangiz tabidan kelib chiqqan holda pizza ustiga mahsulotlarni taxlab boshlaysiz. Farzandlarim ortiqcha mahsulotlarni xohlamaganliklari tufayli oddiy pomidor, bulg'or qalampiri hamda kolbasadan foydalanishga qaror qildim. O'zining cho'ziluvchanligi hamda yog'liligi bilan alsafiy pishloqlari pizza uchun ma'qul tanlov deb hisoblayman. Mana endi mayingina bo'lib achigan xamirimizni olib, 2 suvalaga bo'lib olamiz. Pizzani patnisni orqasiga yoysangiz, duxovkaga ham shu ko'rinishda solib pishirib olsangiz bo'ladi. Xamirni vilka bilan teshib olsangiz, pishish jarayonida o'rtasi ko'tarilib ketmaydi. Dastlab ketchup yoki tomatli pasta surib olamiz. Ozgina pishloq sepalab olganimizdan keyin to'g'rab olgan mahsulotlarimizni birin-ketin taxlab boshlaymiz. Pishloqning qolgan qismini mahsulotlar ustidan sepib, kolbasalarimizni pishloq ustidan bosib taxlab chiqamiz. Eng baland olovda nonlari qizarib chiqquncha pishirib olamiz. Ana endi bu mayingina pizzamizni bironta gazirovka bilan tezda tanovul qilib oling. Yoqimli ishtaha. Qaytgancha obuna va like esingizdan chiqmasin.